paytlar ijarada yashagan, bir paytlar ijarali og'riqli nuqtasi bo'lgan kvartirantini kelib uyimni remont qilamanchi, uyimni o'g'limni uylantiraman, uyni bo'shat, yana nimalar deydi? Puli oshdi, narxi oshdi, bo'lmasa bo'shatinglar degan so'zlaridan charchab, zerikib, xudo xolasa shunaqangi uyimiz bo'ladi inshaalloh. Ijara qo'yadigan darajaga yetamiz. Xudo xolasa ijarachilarimiz bunaqa bezovta qilmaymiz. Qo'yganda ham ijaralarni hamma obslugalar bilan qo'yamiz. Bo'sh uy qo'ymaymiz deb niyat qilgan edik. Mana hozir o'zimiz uylar olib, hovlilar olib, mana bugun hammalarga rahmat. Shunchalik nima deydi? Hurmat qilib keldinglar, mana grill liftdagi pullarimizga qildik o'rtoqlar. O'sha grill liftdan topgan daromadlarimizga qildik. Bitta sipochkani puliga 4.700 ming so'm pulga ko'ryapsizlarmi? Olingan hovli deymi? Shu. Bu qo'shnilikmi? Qo'shnilik.